Mana shu oltimizni ot bozoridan qilishdi. Ot olsa yo 70 oladi. Qancha ekan aka? 18 deyapsiz, kam bor. 8 bo'lsa kam bor deyaptilar. Ot bozorda. Otlar qandaydir kam yo'qmi? Bu joyga bormadim. Mana yana aka. Qanchadan ekan aka bu otlarimiz? Qancha? 50 million ha? Ikkovi. Ikkovi 50 million deyilyapti. Mana akam. Qancha deyilyapti ekan? 30. 30 million. Mana 30 million? Qanchadan ekan aka? 30 deyapti. 30 million. Ondan arzon deyapti. Ondan arzon. Ot minaman deganlarga sifatli mana. Kelishgan otlar. Mana shu baland bolacha. O'zing boqqanmisan asli? Bo'lmi? O'zing boqqanmisan? Charchamaylar. Dan chiqib assalomu alaykum. Eski odamlardan. Mana amaga assalomu alaykum. YouTube sahifamizga esdalik sifatida. Bu otimiz qancha deyilyapti ekan? Ha? Otlar qanchadan ekan? Buni 20 qilyapti, bermayapti. Nima qilyapti? Ona balasi. Ha, ona bola. 20 qilyapti. Ondan arzon. Ha, molla arzon oldi. Charchamaylar mana. Otimiz 20 dan arzon deyapti. Mana shu ona bala. 20 dan bilammi hech pulni? Qanchadan ekan aka otlar? Buni naq pul 10 million so'rayapsiz. Videoga oling. To'ymi? Naq pulga 10 million so'rashyapti. Ot olib boqaman deganlarga mana. Naq pulga 10 million. Yaxshi. Yumor kanal soch ko'ring. Like bo'lsin. Like bo'lsin. Qancha deyapsiz aka? 20. 20 million so'mga. Shotimiz baholanadi. Bozor qancha? 17. 17,5 million. Charchamaylar. Ham tushgan yo'q. Sekin. Aka obuna ham bo'ling. Obuna ham bo'ling. Like bo'lsin. Kichkinalardan qiziqarlar uchun kichkina boqaman deganlarga Top ko'ring aka. qiziqashadi. Yey, savdo bo'layotgan ot ko'rsamiz. Bo'ldi. Yo'q, katta Polsha. Otamiz bozorga qilyapti. Safar qilamiz. Savdo. Yo, ortadagi gushlayman. Biz oldik, Umarjon sigir. Qancha? Mallarning narxini ham qisqa bo'lsa ham qonishib ko'rib xabardor bo'ldingiz. Ammo qancha deyilyapti? 14 deyapsiz, kam bor. 14 deyaptilar, kami bor ekan ro'yxatimizda. Mollari. Qanchaga ketdi aka? 18 Tashqaridan sotilgan mollarni ham ko'ramiz. Videoni kuzatib boring, like bosishni unutmang. Qanchaga ketdi amak? Ligasini. Qancha bo'ldi aka? 11,5 dan deyapti. Bu bozorni bir azob qiladi, nima deysizlar? Amak qancha bo'libdi qo'yimiz? 2 million 200 ga shu ikkita qo'yimiz.
Qancha ketdi amak? Yo'q, ne? Necha pul bo'ldi og'aylar? 25 million so'mga bo'lishtiramiz. Savdo bo'lib xaridor olib kelyapti. Report deyishadi. Qancha ekan aka? 13 millionga. Nima beradi Instagram? Sotilgan mollarni sizga taqdim etamiz. Amak qanchaga ketdi molimiz? Hop, kelaman, 1 minut. Qanchaga? 18 millionga sotildi. 8 million. Narxlar qimmatlaganmi yoki narxlar yaxshimi? Qanday darajada qoldirasiz? Qanday mollarni narxi? Qancha bo'ldi aka moli? Qanchalar bor? 17 million so'm oladi. Sigirimiz. Aka qancha bo'ldi? 6,5. 6,5. Barakasini bersin. Gazga oldi. Tugal. Charchamang. 6,5. Aka qanchaga savdolashdingiz? 15 ya. Yo, hay nega? 15 million so'mga mana shu qo'qischamiz. Savdo. 5 milliondan kam bo'lmaydi. Vallahi. Yo'q. Kuzatib boring ham. Qancha bo'ldi aka mol? 17 million so'mga raqamlarni o'sha molimiz. 17 million so'mga. Amak qancha bo'ldi mol? Sigiramiz. 13,5 million so'mga. Qancha ketdi aka molimiz? 13 million. 13 million 800 ga baholandi shu molimiz. Savdo bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? Qancha bo'ldi aka sigirimiz? 17 million so'm mana shu sigirimiz ketdi. O'rtib balang. Qancha bo'ldi aka qo'yingiz? 2 million 100. 2 million 100 ga. Sigirdan 3 millionda 17 million. Betdan bitta qo'ltiq olib keling. Qancha bo'ldi aka? Shunday bo'ldi. Aka qanchaga ketdi mollar? 11 million 250 mingdan ketdi. Har biri. Ancha adashmasam. Uloqcha qancha ekan aka? 600 ming oldi. Uloqimiz 600 ming. 9 kilo go'shi bor deyapti. Yaxshi narxda olibdilar akamiz. Eng arzon adashmasam. Sifatli. Qancha bo'ldi aka moljonimiz? Yaxshilab bo'l, yaxshilab. Qancha bo'ldi? 13 olgandir-da. 13 olgan. Deyaptilar buni. Yaxshi olibsiz ekan. Zo'r. 600. Moljonimiz. Aka qanchaga ketdi sigirimiz? 13 million oldi. 13 millionga olibdilar. Barakasini bersin. Vosh! Ha, ketmadim men. Ho'kizimiz qancha bo'libdi aka baholan?
Aka qancha bo'pti? 15 million so'm. 15 millionga shu molimiz baholangan. Hurmatli yurtdoshlar, biz bugun shu yerda videoni yakunlashga harakat qilamiz. Videoni kuzatib boring va like bosishni unutmang. Qadrli hamdo'stlar. Kattaqo'rg'on Chorva mol bozoridan videoni yakunlaymiz.